Kreditlaringizdan tezroq qutulish xohlaysizmi? Sizga berayotgan bu ma'lumotlarim uchun banklar meni juda qattiq yomon ko'rishlari aniq. Xo'sh, videoni oxirigacha ko'ring. Faraz qilaylik, bank bilan kredit shartnoma tuzdingiz va to'lovni qaytarish grafikini qabul qildingiz. Masalan, har oylik kredit to'lovingiz asosiy qarzni qo'shib hisoblaganda 4 millionni tashkil qilmoqda. Lekin siz kelasi oylar uchun kreditni ortig'i bilan 5 million, 10 million, hatto 100 million qilib qaytardingiz. Bunday hollarda banklar har oy to'lagan kredit summangizning ortiqcha qismini foizga yo'naltirishga umuman haqli emas. Chunki Markaziy bank boshqaruvining 2018-yil 28-apreldagi ro'yxat raqami 3030 qaror bilan tasdiqlangan nizomning 37 prim 2-bandiga asoslanadigan bo'lsak, agar siz joriy oy uchun kredit grafikida nazarda tutilgan to'lovlardan ko'p miqdorda to'lasangiz, banklar ushbu to'lovlarni asosiy qarzni, ya'ni ta'nini so'ndirishga yo'naltirishlari kerak, foizlarni emas. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing va ushbu videoni har bir kredit to'layotgan do'stingizga jo'natib qo'ying. Zero ular ham bilishlari kerak.